Dadamның dadasini mush 4-chilar deydigan Shingseyning askarlari deydi ekan, Isoqbekning adamlari deydi ekan. Şu 4-chi deganlar tutib ketibdi ekan. Dadam 4 yosh vaqti, dadamning akasi 6 yosh vaqti, acisi 9 yosh, 11 yosh vaqtida tutib ketgan. Uningdan keyin mening cho'ng dadamning qandaq, nerede o'lganligi, qandaq o'ldirilganligidan xabarimiz yo'q. Aşna bir faciaydı. Bu belki bana mı odun kalan boz gerek. Ben dadamның tükep ketkenligini anladım ama nerede, qayerda, qanda vaqt tükep ketkenligini ben bilmeyim. Şu Abduniyaz Sijanla Kelpin kelgen vaqtida mening cho'ng dadam Kelpin hakimining baş katibi bo'lib xizmat qilib ekan. Şu vaqt şu Abduniyaz Sijanlarni kutish ishlariga qatnashgan o'xshaydi ekan. Gunoh shu bo'lsa kerak. Shundan keyin Shingseykin hokimiyatni qo'lga olgan vaqtida Kelpindagi Qarikutda yana bir memtaji bo'lgan, ikki cho'ng memtaji bor. Birisi Qarikutdagi memtaji cho'ng boy, onun nurg'un yerlari bo'lgan, maktablarni ochgan kishi ekan, ikki memtajini tutib ketibdi ekanmish endi.